Allohni taniyman deysiz u, ammo buyruqlariga itoat qilmaysiz. Qur'on u Karimni o'qiysiz u, ammo ma'nolari ila yashamaysiz. Hazrati payg'ambarimizni sevishingizni aytasiz u, ammo uni o'zingizga rahbar qilmaysiz. Shayton bizning dushmanimiz deysiz u, ammo uni o'zingizga do'st qilib olgansiz. Jannatga kirishni xohlaysiz u, ammo unga loyiq bo'lishga harakat qilmaysiz. Do'zaxdan qo'rqishingizni iddao qilasiz u, ammo u yerga borish sabablariga chek qo'ymaysiz. Vali o'lim haq deysiz u, o'sha haq bo'lgan o'limga tayyorgarlik ko'rmaysiz. Odamlarning aybini titkilaysiz u, o'zingiznikini sarhisob qilmaysiz. Allohning ne'matlaridan boldek foydalanasiz u, ammo shukr qilmaysiz. O'liklarni ko'masiz u, ammo siz ham bir kun ko'milishingizni hech ham aqlingizga keltirishni xohlamaysiz.